billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahu bi ihsan ila yevmiddin. Rabbena heb lena min ledunke rahmeh ve heyyi lena min emrina reşeden. Allah Teala surenin başında muttaqinini sıfatladı. Hem de bunun teatürüne, eksine sıfatlaşa başladı. İnnellezîne keferu. El-kufru satrul hakkı bil cuhud. Tangallıktan hakkını yögisen bu küfür olgan buldu. Ve terkibu dalun ala satri. Terkibul huruf. Kaf ve fa ve ra. Bu şerif birleşip gelse, muşunun okşaş sözden türlengen söz olup kalsa, bu yögeçlikini öldürdü. Velide summiye zurra'u kafiran. Yani kuffaran değil. Kafiran diye mufrad. Ve zurra' cema. Yu'cibu zurra'a. Şuna mı? Diyhan zurra da batıl. Ne için dese danlı kümüdü bu. Yügeydi. Ve kedel leyl. Leyl yani yasturul nahar. Şuna mı? Yasturul dav. ولم يأتي بالعاطف هنا كما في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. Yani mesela ebrarını sıfatlayan çağda bir toxtutib andın kapırını sıfatladığı bir yerde ikisinin oturduğu vav'ına geldi. Hatta bir harfil vav. Lakin ma'lumda Suratul Bakara'da ve ulaike humul muflihun deb toxtab bulab müminlerin sıfatlab bulab kapırını sıfatlaşga yetkelgen çağda vav ekamidi. Ve innellezine bundan. Ve innema qala innellezine. Niçin? لأن الجملة الأولى هنا مسوقة بيانا لذكر الكتاب. Çünkü bir yerdeki birinci cümle baştaki müminlerin sıfatı kitabın sıfatlaşının aşının ayığı değil. Kitabın sıfatı mı bu? Değerkel kitap dedi. Bu kitap kanda kitap ise anlamında kitap dedi. Şu aradan da müminlerin sıfatı etti. Lakin bunun hemmisi toplum ise kitabın sıfatı. Kitap ciddi mi yani? Daha zırmiyada kafirli daha demez. Eğer müminlerin gepini kıygan bolsaydı, o çağda kafirinin gene yetkelgen çağda ve innellezinde başlayıp dedi. Mesukatun beyanan li zikril kitab, la habaran anil müminin. Demek bu yada ellezine yu'minuna bil gayb ve şu emmese aş kitabının sıfatı çetişlik yaptı. Şunu bayan kılmak. Kanda kitap ise bunda kitap. Lakin müminlerden haber emez. Eğer müminlerin gepini kıygan bolsa innel ebrara lefî na'im degandek bu çağda andın. وإن الذين كفروا دب başlayıp dedi. وثيقة الثانية للإخبار عن الكفار وهكذا. Demek ikinci ayet kafirlerin ahvalını bayan kılış için keltirilgen. Demek birincisi kitabın gepi. İkincisi kafirlerin gepi. Eğer müminlerin gepi olan bolsa birincisi, ikincisi kafirlerin olan diken vavuna ekirtti deydi. İnnellezine keferu diyen cümle yani ikinci sıfat bu kafirlik has sıfat dedi. وهكذا muhakkak aslı bir keder de bir keder diye şu doğru olsun. Demek kafirliğine müşemelen sıfatlamak için. Febeynel cümleteyni tefavutun fil murad. Demek iki cümlenin ortada murad kılınan narsalarda okşaşmazlık var. Birincisi kitapla sıfatladı. İkincisi kafirin sıfatladı. Ma yeni bir ayetçi innel ebrar yanında birincisi müminlerin sıfatladı, ikincisi kafirin sıfatladı. Ve huma ala haddin la mecala lil atfi fihi. Ottırı bir fasıl tam var edi. Sonra çekçegiri var ama kitap bilan kafirning o'tirda nima bor? Agar mu'min bo'lsa, hech mu'minligi kafirni nima qilsa, bu yerda atf qilib qo'ysa, unda ham bir kichikina ayirib qo'yiblam deb ketgan bo'ldi. Lekin bu yerda o'xshamaslik bo'lgan ekan, buni atf qilsa bo'lmaydi dedi. Turi o'xshamaydi demakchi. Albatta uning holi o'xshamaydi. Bir-biriga zid-ku. Lekin buning asli turi ma'vo insonlarni nisbatladi. Ma'ya kitobni nisbatladi. Agar mayadimi bir mu'min insonni nisbatlagan bo'lsa, yadimi kafir insonni nisbatlasa, uni tushdi dedi. وَلَاِنْ كَانَ مُبْتَدَى عَلَى تَقْدِيرٍ فَهُوَ كَالْجَارِ عَلَيْهِ. Mesela اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Bu bir i'rabda mübteda. Şuna dedik o. Yani ala vecihim min vucuhil i'rab ve mübteda. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. La alakata lehu bil-muttaqin. Yeni başladığın başlığını dekin. Bu اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ de ayıqdığım demez. Ve ulaike humul muflihun haber oldu. Yani iman etdik Allah, namaz okuydik Allah, bunların bulduysa ulaike humul muflihun diye oldu, manda buldu diyor. Eğer buna yeni bir Arap desek, muttaqininki mesela sıfatları. Fi mahalli raf sıfa lil muttaqin buldu. Demek bir takdirde, bir ihtimallıkta, yani bir mülçerleşimizde bu mübteda deydi. Fava kel cari aleyh. Mübteda bozumu bu xuddi nima ilgirki cümlenin sıfatiga o'xshashdir. Yeni başladım bir söz. Lekin yeni başladı sözünün ayığını buğab bir pumlasak, nima bo'ldi? Mushu pumligimiz ana sıfatı oldu. Muttaqin. Kitapning sıfatı olgan o'xshash, muttaqinning sıfatı bo'ladi.
Ha, muttaqinin sıfatı oldu. Kel cari aley degan jara majrah deymiz go. Şunun o'rnida kelgandek. Vel murad billezine kafaru. İnnellezine kafaru dedi. Ulardan kimlar maqsad qilingan? Murad bihim nas bi ayanim fulan fulan Abu Lahab degandek. Masalan şu. Alimallahu annahum la yu'minun kabi Jahl ve Abi Lahab ve adrabihima. Ya şunu o'xshallah. Murad billezine kafaru nas. Nasun bi ayanim. Mish kullu nas yani. İnnellezine kafaru sevaun aleyhim. Yani ellezine kafaru مثل فلان وفلان أبي جهل وأبي لهب يعني هو بيقول قصد الآية إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أو لم تنذرهم أيوة لا يؤمنون ما فيش فايدة ما فيش فايدة أما بعض الناس الذين كفروا فيهم فايدة يعني هم يقبلون الهداية ويهتدون ويؤمنون أما الفلاني يعني أشخاص معينين لا يؤمنون لأن الله سبحانه وتعالى علم أنهم لا يؤمنون في العلم الأزلي أما لو قلنا يعني إن الذين كفروا الكفار عموما فهذا يطلع غلط لأن من الكفار من يؤمن بإنذار الرسول صلى الله عليه وسلم نعم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم يعني ما فيش فايدة باللهجة المصرية ما فيش فايدة فايدة yok قانش قسمه unda قسم unda قسم فايدة yok değil بهمزتين كوفي يعني أأنذرتهم همزتين أأنذرتهم كوفي قارلره من دوقته بعض القراء قرأوا أنذرتهم وسواء بمعنى استواء سواء بمعنى يعني استواء تانغولد براور oldu tanglışış baravarlık degan bo'ldi vusifa bihi kama yusafu bil masadir biz nimada o'tgandalik tanzil dedik Qur'on Karimda rajulun adlun dedik ama demak bu yani sifa bil masdar ومنه قوله تعالى إلى كلمة سواء mana asli bu tanglışış ruslish degan bo'ldi-ku sava degan bu kalimaga unda tanglish bo'lmaydi lekin shu tanglish deganning xuddi o'ziga o'xshashmi shu biz bir mubolag'alashtirib deyvagandek sifatli to'xtaydi demak bu yerda barobar degan bo'ldi sen ularni ogohlantirsanmi o'xshash kamatal kalbi in tahmil alayhi yalhat aw tatruku yalhat foydasi yo'q o'xshash bunun imarətməsən səbəbini bəyan qılmaydı. Endi səbəbi çıxdı. Nima üçün bu o'xshashamda bu inzor qilsangmi, qilmasangmi baribir o'xshash desa, nima uchun xatamallohu ala qulub. Yani ta'lilmi. Nima uchun degan gap bundan chiqadi. Allohning kalomi olgan ekan, bandaning kallasida bir narsa kelib bo'lsa oyog'idan javobini chinab turadi. Ay mustawiya, yani ila kalimatin sawa mustawiya wa irtifa'uhu ala annahu khabarun li inna. Yani sawa'un fi ba'd al-qurra qara sawa'an. Lekin bizning qiraatimizda sawa'un alayhim marfu' ala annahu khabar li inna innallazina kafaru sawa'un هذا خبر وأنذرتهم أم لم تنذرهم مرتفع على الفاعلية demek bir şey أنذرتهم أم لم تنذرهم degan faillik o'rnida marfu' holatda bo'ldi dedi sawa'un yani nim bo'ldi uning faillik desak كأنه قيل إن الذين كفروا مستو عليهم إنذارك وعدمه demek إنذارك هذا الفاعل oldu senin agahlandırışın bo'lsin o'xshash xuddi savaning failida ekan baravar bo'lganlik nim baravar bo'ldi inzaruka va adamuhu aw yakunu sawa'un khabaran muqaddaman yani anzartum am lam tunzirhum sawa'un alayhim degandek ve anzartum am lam tunzirhum fi mawdi al-ibtida yani bu mubtada sawa'un khabar ilgir qilingan xabar bo'ldi ay sawa'un alayhim inzaruka va adamuhu والجملة خبر لإنه يعني أنذرتهم أم لم تنذرهم سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم همس بجواب نما إننا خبره وإنما جاز الإخبار عن الفعل مع أنه خبر أما الفعل عادة فعل لمدري عبارة خبر يعني من دا قلدو من دا بلودو ديمز var işte qilish yo'g'an ekan bu xabar berayotganni bildirgan narsa asli fe'l degan lekin fe'ldan hozir xabar verdi. O'zi xabar to'sa xabar verdi deydi. Ya'ni savaun deb xabar verdi o. Yani savaun degan so'z bilan fi'ldan xabar verdi. Inzardan xabar verdi. Yani aslida bu fi'lning o'zi davomli xabar bo'lib keladigan narsa edi. لأنه من جنس الكلام المشهور فيه جانب اللفظ إلى جانب المعنى. Yani أنذر تماما تنذرهم diye müşarik söz adı. Xuddi buningdan fi'l maqsad qilinmagan, shakli fi'l shaklida kelgan bo'lsa-mu, lekin bu yer maqsad qilinganimiz masdar. Inzar maqsad qilingan bo'lgan ekan, xuddi bu fi'l yo'qligidek bu yerda. Odatda masdar bo'ladek bunda boshlanish bo'ldi deydi. Yani أنذر تماما تنذرهم deb mubtada qilib, andan savaun degan xabar qilgan taqdirda.
Vel hamzatu ve em mujarradatan liman istiva. Hamza bilan em kelsa, azhabta am lam tazab deganlik masalan shu. A keldi, anda bir so'z keldi, andan em keldi. Bunda kelsa, bu odatda ikki narsaninki ashunda tam o'rinda turganligini bildirdi deydi. Şunu xas demakchi mesela mujarradatan, yani şunu bilan xas belgilanib ketgan demakchi. Qadin salaha anhu ma'na istifham ra'san. Ra'san yani butunlay degan. Tamamen ma'na istifham hamzada ma'na istifham batg'o atadhhab desak istifhamda. Lekin an birlik kelgan ekan bu yerda istifham butunlay yo'qolib ikkisi barobar degan ma'no chiqdi. So'rilib ketdi, so'yilib ketdi degan. Demak, hamza bilan am bir jumla kelsa, o istifham ma'nosi aytilmanda. Istifham ma'nosi yo'qolib ketib, ikki narsa tang deganini bildirdi. Hamza kelib, oyog'ida yana bir so'zdan keyin am kelsa. Lekin am kelmasa, bu istifhamda. Hozir a bilan am ikkisi bir kelgandiganda bu istifhamdan nimaga o'tkazib ketdi? Baravarlik. Ikki narsa ya u ya bu degandek. Baravarlik, ma'nosi baravarlik olsa, lekin ma'no jihatdan jumla istifham bildiradi. Masalan, azhabta am lam tazhab desak masalan. Bunda solda albatta istifham ma'nosi bo'ldi uni. Balki buning demoqchi bo'lgani mush oyatda bunda tajarrud bo'lib ketdi degan bo'lishi mumkin, yo'tkilib ketdi. yoki umuman mushunda degan bo'lishi mumkin. Qala Sibawi jara hada ala harf al-istifham. Sibawi debda bu istifham shaklida keldi deydi. Harf degani o'sha shakli demoqchi. Kama jara ala harfin nida. Xuddi ba'zida nido shaklida keldi, ammo nido emas u. Qawluka Allohumma ighfir lana ayyatuhal asaba. Nima bo'ldi bu? Ey Alloh bizga mag'firat qilsizlar dedi, ha? Ayyatuhal asaba degan bu shu guruhni demakchi edi. Ayyatuhal asaba degan shu guruhni ratmadi. Ya'ni bizga deganni bizni mag'firat qilsizlar dedi. Biz degan kimsa mana shuni demakchi edi. Bunda ibora baki arab tilida. Bu xuddi ayyatuhal nidodek bo'lib qolsa-mu, amaliyotda nido emas, ya'ni bu akhussu hadhihi al-asaba degan. Ya'ni annada jara ala surat istifham va istifhama. Demak bu anzartahum am lam tunzirhum bu istifham suratida keldi, amaliyotda istifham yo'q bu yerda. Kama jara zalika ala suratin nida va la nidaa. Ayyatul asaba degani nidoda kelib qoldi, amaliyot nido yo'q bu yerda. Wal inzaru at-takhwif min iqabillahi biz-zajri anil ma'asi. Anzartahum degan so'zki inzar degan nimani bildirdi? Ma'nosi nima? Bu gunoh ma'siyatlardan haydab, to'sab, andin bu qo'rqitish. Zajr degan nima emas? Tusush. Hay demak deydi masalan. Qo'rqitish ham bo'ladi, Allohning iqobidan qo'rqitish. لا يؤمنون جملة مؤكدة للجملة قبلها الجملة الأولى قبلها ديان شو تغرم أصلك سواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم قدوا أخشش باربر فايدس yok bunun مش ma'nadır ma cümle bilen teklatır la yu'minun yani faydası yok diyene şu la yu'minunu bildirdik adette aşmandı bildirdi yani la yu'minun degan yani ta'kid bu qanday faydası yok nim bo'lmasdan faydası olmasa la yu'minun iman etmaydi ular çünkü bu yerdeki asas maksat nimette iman etişte ev haber li inna degan ayet innellezine keferu sevaun aleyhim enzerum em lem tundirhum la yu'minun inninki ellezine keferu ve kaza misa ismi olsa la yu'minun bu haberi vel cümle qabla i'tirad enzerum lem tundirhum degan cümle i'tiraz yani innellezine keferu la yu'minun degandek hozir innellezine keferu la yu'minun amma jumlada masalan sevaun aleyhim enzerum lem tundirhum degan bu o'ttirda qistilib chirib olgan jumlaga o'xshash jumla mu'tarida ev xabar ba'da xabar yoki andardan bilan tundirum deganni bir e'tibori xabar dedi. Undan keyin la yu'minun degan xabar yoki sava'ni xabar desak sava'un la yu'minun degandek xabardan chiqish keldi demak. Har xil i'rob baqsaq bo'ldi, qamlashaverdi. Wal hikmatu fil inzari ma'al ilmi bil israr ibora bilan qamlashibdi. Al hikma fil inzar ma'al ilmi bil israr. Yani bu iman etmaydi bular. Endi nima uchun bu inzor qilamiz buni? Ogohlantiramiz. Yani muşula iman etmekte. Muşu Resulullah'ın çağırıp inzar kılın, indirikum azab şedid dedi mesela. Ama yani yerden de faidetul inzar ma annahum sirrun alel kufr la yetagayyarun la yu'minun iqametun lil hücce. Yani iqametun lil hücce mümkün fil ahire. Haulâ kuffar mesela Ebu Cehil, Ebu Leheb. Mümkün yakulun ya Rab law kunta anzartana kunna nu'min. Yani başka peygamber vaattan ula agahlandırıptın, ula iman etti. Bizge bu agahlandırıp bir peygamber vaatken bolsa iman ettik emasma dep turamaz üçün. Mana iman etishqa, yetaklaşga peygamber ivatdim, agahlanduda, andin iman etmidi deb u yerda hech qanday bahona qo'ymaslar. Qiyomat kuni insonlarga aynolab turalarmi? Voy, u chaqda
bütün aşı çıkaralaydigan aynılıkni hammasini chiqarib qo'yadi. Siz taqdir meselesinde kaçmadı mesela tebbet dedim Ebu Leheb'nin ki kul kurup kesmek nek meydanda Mekke düşke ayeti mi? Kul kurup kessin, onun ayağında uzaktı. Bu ayet dalal dedim onun için kıyamete uzaklıktan aşkarı bir delil kıvattı. Benimkine Muhammed Sallallahu Lekin shuni qilayotgan bilan u qiyomat qadar iymon etish etmaslik buning nimasi ba'zir. Allohning ilmi azilisida buning iymon etmaydigan ma'lum bo'lib qoldi. Lekin shundadimi? Texi bu butun umr tugamagan ekan, uning amaliy isbotlash uchun shunda iymon etmaydiganligini ko'rsatadi. Xuddi masalan Alloh taolo birisini adam o'tirgan bildi. Adam o'tirishdan ilgari bu adam o'ttirdi deb uni jinoyati jazolanadigan gap yo'q. O'tdasa andin yani uni o'ttirganligini bilishidan unda kafir deb jazolaydi shu. Hozir jazolaydi. Chunki uning o'solligini undaqligini bilganlik uchun. Lekin bu yerda Alloh taolo bir tafaddul qilish, yani mutlaq odillikni ko'rsatib qo'yish uchun saqlab turib, jinoyatni qilib, ham rasmiy isbotlanib bo'lgancha andin jazolaydi. Bu ba'zilar qarta, ya'ni ba'zilar qarta unda isbotlanmagan jazolaydi chunki Alloh taolo uni bilib bo'lgan. Endi o bahani topolmaslik uchun endi Rasululloh bir naql deganlar qiyomat kunsi kafirlar Alloh taolo aytadiganim sen bizni yaratgancha ilmiy azaliy ilminglar bizni iymon etmadan yaratgansan. Iymon etmadan yaratib yana do'zaxni Alloh bilan Allohga mas'ul deb turib qolsa. Ya endi yaratgansa desa, men yaratgan bilan sen ixtiyorlikni berdim emasman. Sen o'zing ashun tanlading. Sen o'sallading. Bu ixtiyorlikni berdi. Lekin o'zi ashunda tanladi. Demak, bu Alloh taolo buning o'salligini, nacharligini oldin bilganlikdan, bunga bo'lib fursat beray qana. Keyin unda deb turolmas uchun ogohlantirib qo'yaydi demakchi. Ching turolish. Yani küfürde çın turuluşunu bilip durup agahlandırdı yani özgürmeydiğinlikini. Demek ikametun lil hücceti ve liyekunel irsalu amman. Demek Resulullah'ın yani Resulullah'ın hazır nima bir şeref var bununda. Yani Resulullah ursiltu ilen nasi kaffe. Kânen nebi yursalu ila kavmihi khasatan ve ursiltu ilen nasi kaffe. Demek bu yerde o falan iman etmeden bunu çıkartıp andın ivetse Resulullah bütün insaniyetke ivatilgen peygamber olmay. Bir kısmına ivatilgen peygamber ol. Demek bu yerde Resul linnas kaffe bulaş tarafım var edi koşumça. Ve liyuthaber Resul. Bunun bir maksadı. Resulullah kafirliğe tebliğ qiliman deb ashulninki azalarını anlab, chidab, sabr qilib, bunday qilish orqali Rasulullohning tahmin qadri yuksalib, martabasi yuqori bo'lsin uchun demakchi. Ajri katta bo'lish uchun demakchi. Xatamallohu ala qulubihim. Mana xatamallohu ta'lil ona. Yani kaannahu qila limadha la yu'minun? Limadha la yu'minun? Sebebuhu xatamallohu ala qulubihim. Demek bu ilgiri o'tgan hukmninki ta'lili dalili. Bunun ayağı çıkıdı. Lekin ma ajırqa oldidagi hukmning sababi nima uchun ular iymon etmaydi? Nima uchun inzar qilsa hammasi bika, baribir. Limaza? Lianna Alloh subhanahu xatama ala qulubihim. Lizalik la yu'minun. Xatama pechat urib etgan. Qala az-Zajjaj bu mufassirlarning birisi al-khatmu at-taghtiyatu li'anna fil istithaq min ash-shay'i bidarb al-khatimi alayhi taghtiyatun lahu li'alla yuttala alayhi. Mesela biz bir narsani hujjatni, kütükni ayg'ini bo'g'atsak, qana qilamiz? Tam o'rgatamiz, ama tam bo'lganki uningga shunda bir harf ya bichikni shunda qo'yganki bu gap bakovlik. Ya'ni hech nimani qo'shib qo'yolmaysa degandek. Ayg'ini bo'g'atdi degan. Ya diplom masalan. Shuna qalam tekizgangan bakovlik. Demak, hech qanday o'zgartirish kirgizolmaysa, qo'shilmaysa degan. Istitaq deya hujjatni qilish, bir narsani unda mustahkam hujjatlab qo'yishda ash pechat urish orqali uni ustini yeb bitamiz. Ama li'alla yutalari xuddi uni biz kim ko'rmasin deb yeb qo'ygandek qilam. Va qala ibn Abbas taballohu ala qulubihim fala yaqiluna al-khayr. Alloh taolo uning ashi diliga pechat urayotgan bo'lgandan yaxshilikni ular tushunmaydi. Ya'ni Alloh taba alayha faj'alaha bihayth la yakhruj minha ma fiha min al-kufr wa la yadkhulaha ma laysa fiha min al-iman. Demak pechat urayotgandan keyin xuddi qanday qiyamlar uningdiki ichidagi dilidagi kufrlik sirti chiqolmaydi. Sirtdagi iymon uni ichiga kirmaydi. Taqvo degan. Demak bu xatm hozir nima uchun desa, bekad emas. Chunki Alloh taolo uning usalligini bilgan. Hatta kafirlar vaqtida usallik qilgan ishlatacak buni. Yani bir oyatning o'zida bal taballohu alayha bi kufrihim degan so'z var. Yani bir sebep kufrihim. Demek ma ayet nedir? Ayet şundur kurdu. Nimi sebebidir degan ayet İbrahim Qarın. Nimi sebepten pichat urayotganda onunğa.
bel taballahu aleyhe bi kufrihim. Aşının tiydi zade aşk küfürlük, osallık nımısı boğallıktan, masiyetlerinin, günahlarının eşeddiliğinden Allah Teala peçet öğretti. Bu pechatning o'rilishi shu imlarniki burun bo'lganmi yo tug'ilishdan burun yoki ash payg'ambarimiz kelib diniy qismi iymon etmaganlikdan aytib o'rilgan pechatmi? Bu anda bizga nisbatan keyin o'sha payg'ambar kelgandan keyin andan bunda zaman e'tibori bilan bizga nisbatan falonchalik deymiz. Allah Teala nisbatan bu bugün o'tgan yil, mancha yil ilgari tug'ilishda ilgari degan gap yo'q. Bu zamonning unda o'lchamlardan pok Allah Teala. Ondan keyin bu zaman o'lchami uchishmaydi. Allah Teala qachon o'g'an bo'lsa ilmul azalida burun turib o'tgan. Anda yo'qshimi ham mafiyam yan ko'pga nimaga chiqmaydi. Demak, hozir bir narsani biz pechatlatdik. Ha? Masalan, shishini, to'ni pechatlasa qanday qilamiz? Ichlik narsa chiqmaydi. Sirtlik narsa ichga chiqmaydi. Bunning qalbida kofirlik bor. Bu kofirlik pechat urayotgandan keyin sirt chiqmaydi. Sirt chiqib uni o'rniga iymon chiqmaydi. Yo'lni taqvatdik. Eg'izni taqvatdik degan. Va hasilul xatmi, o'sha xatm degan nima? Pechat turishi. ختم والطبع خلق الظلمة والضيق في صدر العبد عندنا يعني عند الماتريدية عند الماتريدية والأشاعرة هذا تأويل أجبندنا توندا sıkılış ve karanlıkını peyda kılıştı ibaret. Demek bu iman etmezlik şu nümüdün pişat üretkendikken aşağıda karanlık peyda oldu. Hada tevil yani. Hatama nima zahir mitte. Hatamanın manasında şu peçet duruşta. Ya peçet duruş ne bu? Halkı bulma dedi. Hada tevil. Yani sarfullah an zahiri. عندنا yani ki hilafi mesele oldu. Bizden karşımızda bunda deyimiz. Yani tevil halaf hada. Ama salaf yufavviduna hakikatul hatm ila Allah Teala. يقول ختم أما حقيقته كيفيته الله أعلم. Bizim maturidi bu. Yani sen uzanın erkillik değil mi? Sen kalsın doğru değilsen biz mandavlamda bunun mecbur böyle bir taş yok. Kallay dağın gel. Lakin bizden var yani bir mezhep. Bizden yani şu tedrici bizden mensuplığımız adeti materi mensuplığımız. Lakin biz hem de ilimni okuyan iken, hakkına delilini ayıryalarken boğan iken biz tallaş yolunu tutqalla biz özümüz tallayımız. Ve selef yani zahiri nimqdığalla la yuavvilun. Hatm degandan maqsad shu peçet urush. Peçet urush nima desa, bu peçet urush lekin buni kayfiyatini biz qilmaymiz. Lekin bu yerda maqsad nima desa, muhaqqiq olimning qarashi bu ma'naviy peçet urishdan iborat. Demak, hozir ma'naviy dasmida, anaviy dasmida balkilik ta'vilni qilib ketilgan, balki zahiriylikni qilmay, ma'nosi nimasi ma'naviy peçet urish bor. Ba'zi va sahih. Meselelerdə təvil qılmayaq şunama. Zahirida aytish mumkin bo'lsa, ta'vil qilishni majburimiz qilmaymiz. Demak, muhaqqiq olimlar deydi, bu xat ma'naviy pechat urishdan iborat. Xuddi masalan, ba'zi narsaga biz pechat ursak, bir narsaning uning kirib qolishini to'sdiqqa, bu qalbga iymonning chirishini to'sadi. Kufrlikning chiqishini to'sadi, unda to'sab qo'ydi demakchi. Xatmun ma'naviy فلا يؤمن ما دامت تلك الظلمة في قلبه. Demek aşu karanlık kalbinden bulsa bu imanı turiyordu. وعند المعتزلة أعلام محض على القلوب بما يظهر للملائكة أنهم كفار فيلعنونهم ولا يدعون لهم بخير. Mu'tezile'nin de bir yerde Mu'tezile'nin bir nemiski takşırı bu. أن الله سبحانه وتعالى يجب عليه فعل الأصلح لعبده. فقالوا مثلا أعلام يعني الختم ما معنى الختم؟ أعلام محض على القلوب. يعني أعلام يعني علامة في القلب زي نكتة على القلوب بما يظهر للملائكة أنهم الملائكة لما يروا هذه العلامة يقول وهم أشرار مثلا أولا ناشر أدم ليكين يخشى مثلا بولو دعاء كمايلا. Demek ular şu dualardan, nimalardan mahrum kılıp ularni qag'aydi demekçi. Aş belgini ko'rsa. Çünkü bu xuddi tamg'in bir belgi var-da, shunga o'xshash narsa demekçi. Ve qala ba'duhum, yani ba'dul mu'tazila, inna isnadul khatmi ila Allah Teala majaz. Khatamallahu yani fil haqiqa ve khatamal kafiru ala qalbi. Az kafir o'zining qalbiga o'zi pechat urdi deydi. Allah Teala unda pechat urvasi bo'lmaydi. Allah Teala degan unda iymon o'tosalg'ulik qilgan unda ishni qilmaydi. Deb Allah Teala'ni butun yomonlikni mansub qilinishini farqlaymiz deb da'vat qilgan. Al-majaz istimal lafz fi g'ayri ma wudi'a lahu li'alaqa, yani alaqatul mushabahasi istar oldu. Li'alaqa g'ayr mushabahasi
Mecaz mursal oldu. Demek mecazmış yani. Aslı Allah Teala hatm kılmaydı. Allah Teala hatm kıldı deydi. Peşet u dedi. Allah Teala peşet tutmadı. Nima hadise kudde? El hakika el khatim fil hakika el kafir. Ve nefsuhu ellezî khatama ala kalbihi yani. Allah subhanahu wa ta'ala la yumkin en yahtim ala kalbihi. Bunda demekçi bular. Demek bu özünün kalbi peşet urulab, işkin taqollab, hidayetini qabul qilmay turvalıdı bu kejlik qilib. Kejlik mushunda bağlaydı. İlla ennehu ta'ala lamma kana vellezî aqdarahu ve mekkenehu asnada ileyhi'l khatma kema yusnadul fi'lu ila sebebi feyuqal. Benel emirul medine. Lekin Allah Taala aş kafirning o'zining qalbiga o'zi pechat urishga qodir qilib yaratganlik uchun xuddi eng ustun qudrat egasi Alloh bo'lgandan keyin bandaga shu qudratni bergandan keyin xuddi mush qilgan ishmi Alloh Taala yani bir tarafdan asli Alloh Taala qilgandek bo'lg'achqa bu yerda Alloh Taoloni qildi dedi. Xuddi nimaga o'xshaydi? Benel emirul medine. Yak podshoh ma masjidni sog'an dedi. Endi podshoh salamdi. Podshoh vazirga vazir o ishchilarga nimaga buyurib Andı salıdı. Ameliyatı sağaç kim? İşçiler. Lekin emir, benel emir dedi. Lianna lil fi'l mulabasatun shatta. Çünkü bir iş degenge bu çetil kıldıgan narsa jiq deydi. Mesela mulabasat çetil kıldıgan narsa türlük narsa oldu. Mulabisul fa'il qiyğuchqa çetildi, qılınğuchi çetildi, masdarga yani manbasi çetildi. Zaman, makan çetildi, musabbab lahu, onun sebep bo'lg'isi çetildi. Fa isnadu ilal fa'il haqiqatun. Demek fa'ilning o'ziga isnad qilsak shu haqiqat oldu bu. Yani el kafir vel khatim desa bu haqiqat. Lekin Allah vel khatim desa bu mecaz. Ve kad yusnadu ila hadhihi al-ashya majazan. Demek bu yerda fa'ilning o'ziga emas, boshqa narsalarga isnad qilinib qolsa mecaz oldu dedi. Li mudahatiha al-fa'il fi mulabasat al-fa'il. Xuddi fa'il ash ishni qilishga aralashgandek aşın asılma şu işin buluşunda aralışıp kalır doğru. Mudaharya okşuş. Kema yudahir racul el-esed fi cür'atihi. Mesela bir erkişi cesurlikide, kayserlikide şirge okşap kalır doğru. Şundan dinleyimiz ona şir diyordumuz. Arslan. Raculun esed diyordumuz. Yani ista'ara diyen ne ma? İstemallaf fi gayri ma vudi'a lehu li alaqatil müşabaha. وخشب قالقتن هذا أسد رأيت أسدا في الجامع لأن نحن استعرنا لفظ الأسد كان أخذنا عارية واستخدامه لحارس والقرينة بهذا قرينة ويشكرك استعروا عنده هي قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي يعني رأيت أسدا في الجامع يعني في الجامع يدل على أن هذا الأسد مش أسد حقيقي هو إنسان لأن الأسد لا يأتي إلى المسجد لماذا؟ هو قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي يعني على أننا أردنا الإنسان ولم نرد الأسد حقيقة مقارنة والدار وهذا فرع مسألة خلق الأفعال يعني المعتزلة عندهم رأي تقول إن الله سبحانه وتعالى يخلق أفعال العبد الاختيارية الخير فقط أما الشر لا يخلق لأن يعني هم يريدون أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى عن كل قبيح والشر وما إلى ذلك يقول الله سبحانه وتعالى لا يخلق فعل العبد إن كان شرا أما عند أهل السنة والجماعة الله سبحانه يخلق أفعال العباد خيرها وشرها والله خلقكم وما تعملون Mesela biz batıllardan çok. Batılında zaten. Allah'ın yaratıcı bir adam şer diyen söz yamandır, naçar oldu. Mesela kesellik, bazı azası yok adamı var, gaz kaçı adamı var, aynı küçük tuğulluğa insanlığı var şuna ama. Mesela modern kısım muhatırlığımızda şer de parıldı. Şuna yecbal salah ve aslah diyen gelmiş o. Lakin bir adam mutlak şer ile şerden farkı var. Bu şer bunda şer halet körengini olan bu şer ameliyatı insaniyetinin en yakşı şerde hayatını davamlaştırış için faydalı yaxshi narsa bo'lishi mumkin. Lekin bu oyat-i karimda mesela İbrahim alayhisalom duo qilgancha "Fayza maritu fa huwa yashfi." Agar men kasal bo'lib qolsam, Alloh menga shifolik qildi dedi. Endi kasal bo'lishni o İbrahim alayhisalom men kasal bo'lib qolsam dedi. Kasal bo'lsam, Alloh taolo kasalni bersa shifolik qildi demadi. Ya shu yerda adab masalasi bor. Adab masalasi bo'lgan ekan, adabda hamda masalan odatda ba'zi kishilar bilan so'zlashsakmi, qarshi tarafdagi odam ba'zini qilgan bo'lsa, dal musulmonda qillar deyilmaydi. Bunda adab bilan yo'gab deydigan gap. Shunga am arada bihim robbuhum rashada deganning oldini o'qigan. Sharda urida deb keldi. Ammo xayrda shu am arada bihim robbuhum rashada.
Ve ma insani illa şeytan. Unutulduruyteş man naçarışka şeytana mensup koydu. Emniyetten mi Allah'tan aşıyor. Bundan sonra ben batıl bunun akidimizi tesir kılmak. Ya şunu tasir kılgan digen bu mu'tazile deyimiz. Mu'tazile digen şu ayında çatak tarif diyendek narsa şu. Şu çatak denge derhal kallı kıldı şu mu'tazile diyen diken. Şuna mesela kitap nedir? İmam Nesefi tarif kılışta. Keşşaf'ın muallifi esleni bir olsun bu e'tiqad jihatdan mu'tazila bo'lgan ekan. Bu mu'tazilaning chataq qarashlarini qilib qo'ygan bu kitobga deb an chataq qarashini inshaalloh tezib o'tib ba'zi raddiya berib mana andan o'zining ahli sunnaning qarashlarini egilib andan bizga bu kitobni sog'lom qilib bizga sundi. Mademki şirket raddiya berib diyajik. Qanaqa? Xalqul afalg'imi? Xalqul afalda başta birinci meselede raddiya berib bo'ldi ham boshqa bir kitoblarda nimada nurg'un o'rinda men buni tafsili bayon qilib bo'ldim dedi. Shuni takrorladim. Va ala sam'ihim nima? Khatamallohu ala qulubihim va ala sam'ihim va ala absarihim. Qulub cema ve absar cema. Walakin sam mufrad. Vahhada as-sam'a yani جعله مفردا كما وحد البطن في قوله ما شاءنا كلوا في بعض بطنكم تعفو qo'shqonlarning bir qismiga yanglaki hammaga to'ldiratmay sog'lom bo'lg'aysizlar deganda li'anna al-labs xato tushun qilish yo'q bu xotirjam va li'anna as-sam'a masdar fi aslihi yana dedo sam'a degan aslida bu masdar يقال سمعت الشيء سمعا وسماعا سمع هذا المصدر والمصدر لا يجمع مصدر ديان جملا ميتا لأنه اسم جنس سمع ديان جنس السمع يعني يقع على القليل والكثير فلا يحتاج فيه إلى التثنية والجمع فلمح الأصل لمح الأصل ديان أصل أشو جنس مثل كز سلغان أنلاش لم بلدكان مش شركته وقيل المضاف محذوف يعني بيان من دا تفسير قيلمه Absar degan bir tarafdan ko'rdi. Tamam? Ko'z bilan ko'rish. Ammo quloq degan og'zning kelgan ovozini anglaydi. Tamam? Yani bunun ba'zi olimlar bu yerda musulmon ekaldi, manda ekaldi deganda unda tahlil qilib boqadi. Ko'zni ko'rish shundoq, dildan nima qilish shundoq, lekin quloqda anglash hamma tarafdan kelgan narsani quloqda anglag'ili bo'ldi. Kur'an'ın hamma yerda shu sama kelimasi basardan baldur nima uchun deganda inson qo'saq yetilgan vaqtda anglash sezim bosh yetildi ekan. Boshda. Ko'rishsizim yetilgan bilan bu qorong'ulik ishini ko'rolmaydi, ammo sirtqi ovoz anglab turdi. Demak shu qo'saqdagi bola sirtda ana nerede qanday uyda masalan nima qilayotgan bo'lsa ovozni anglab turdi. Hatta şu hozir qo'saqdagi bolalarga ana uyda Qur'on qo'yib beri bunda qilishning shu bolaga ta'sirini yetilganligini isbotlab chiqargan. Naqshi muzika, jangi jidal, mesela urush majra, manda narsa bo'lsa shu bola ta'sir qilib bu yetilishdan nachar odam bo'lib qolgan. Yomon ta'sir olgan. Haqiqatan qo'l olmaganning aniq til so'zlamaydi. Tug'ilma bo'lsa, ya'ni inson tug'ilgandan keyin faqat hech nima anglasa hech nima demaydi. Yaponiyada buni tadqiq qilibdi. Bir guruh bu aqbalni jiltlam hech qanday ovoz anglatmabdi ular. Gap so'z Qur'on anglatmay cho'nqib chiqqan bo'la hech nima gap qilmaydigan cho'nqib. Anglaydi. Demak, bular hozir anglaydi, gap qilmaydi. Endi birisi tug'ilib ma'lum bir yoshga kelgandan keyin buning masalan ya tili kesib ketdi, ya biznes oldu, gap qilmaydigan bo'ldi. Lekin bu anglaydi. Ma tug'ilishda anglamaydigan, gap qilmaydigan bunda tug'ilganlar, bular zatiga ikkisi birlik keldi. Gasgacha birliklar. Demak, shu gas olgandan keyin bu so'zlamaydi. Gaslikdan so'zlamaslik birlashdi. Tili saq buni. Asli anlamaganlikdan kelib qolgan. وقيل المضاف محذوف أي وعلى مواضع سمعهم بهذا تقدير قلته مواضع سمعهم anlaydigan joylarga degan quloqlarga degandek va quriya va ala asma'ihim bunda qiraat bo'lgan jamo bilan qiraat qilgan bo'lgan va ala absarihim ghishawa بالرفع خبر غشاوة يعني بالرفع غشاوة مرفوع خبر ومبتدا على أبصارهم مبتدا وغشاوة خبر والبصر نما نور العين وهو ما يبصر به الرائي كوزنون نوري شو بصر ديgan xuddi basira degan nurul qalb bu basira dilning nuri bo'lgandek basarmi ko'zning nuri va huwa ma bihi yastabsiru va yata'ammal basira degan dilning qalbning nuri dedi bu nur bilan qanday qildi ba'zi narsani haqni ayirdi va ta'ammul qildi yastabsir degan aniqlab ayirdi degan gap يعني اشمعنى الثلاثة دول قلوبهم وسمعهم؟ لأن هذه الثلاثة وأهم شيء القلب يدرك ويتأمل ويميز الحق من الباطل
والسمع يسمع الإنذار والبصر يرى الآيات الدالة على قدرة الله تعالى. دوانك ذكر ثلاثة أشياء أهم الأحاسيس. Allah Teala ularning qalblariga, quloqlariga va ko'radigan ko'zlariga tam pijat urib deymizmi yoki? Kulak demudi qadirmiş. Sem'ihim digine bir şey anlaş iqtidariga degandek ha. Hamma peçet urib. Peçet uribdi. وكأنهما جوهران لطيفان خلقهما الله تعالى فيهما آلتين للإبصار والاستبصار. خد بصر والبصيرة nimaga o'xshash desa, ko'z ko'rolmaydigan bir modda bu. Alloh taolo buni ko'rash va haqni ayirish uchun yaratgan narsa. Xuddi shunga o'xshash deydi. Basar bilan basira. Istibsar ya'ni aniqlash, ayirish haqni. Wal g'ishawatu al-ghita. G'ishawa ya'ni bu tuvoq degandek. Sizga yapadigan yapilsa, og'zimni deb qo'yamiz g'arizda. Fi'alatun min ghashahu idza ghattahu. غشاوة يعني فعالة على وزن فعالة من غشاه إذا غطاه يعني قبل درين. وهذا البناء لما يشتمل على الشيء كالعصابة والعمامة والقلادة. هو بناء يعني هذا التركيب دمشق. يعني هذا الوزن يعني فعالة لمن بلدرده لما يشتمل على الشيء كالعصابة والعمامة. بالناسنا öz işki elip qorshab turganligini bildirdi. Yani yuhitu bir şey, mesela asaba beşiğe tığık qo'ydigo, bog'lab qo'ydi. Asaba Uğraşma. O'ralgan bir latanda, tana. Ondan imama, yaluffalar ras, yani yashtamil ala ras, wal qilada yashtamil ala al-unuq. Yani hada al-wazn, yani fi'ala yadullu ala ma yuhitu bir şey. Mesela lifafa, lifafa yani zarf. Ya konvertni deymiz lifafda. Ya kema putuga yegadigan paytmago, paytmanın lifafı deymiz. Çünkü putunu o'rab turgan narsa. Şu vazni şu lifafa, g'ishava degan. Fi'ala vazni degan yegaydigan. Arabtilni mana bu shunda qoidani qo'ysanlar, qanda bir so'z kelib qolsa, mundaligini bildirib deb qilib shugul bo'ldi. Bo'yana saldigan gapka, asqoch masalan, bo'yalliq deymiz-ku. Bo'yanni o'rab turdan bu. Lazinji emas. Nima esvasan bu qiladi. Bo'yanni yo'gab turganlikdan والأسماع داخلة في حكم الختم لا في حكم التغشية. ما آيات قرصنا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم dedi. Demek سمعهم قم ختم قلده dedi. Şunama? Yani bir yer bir toxtattık. Hem de ve ala absarihim gışava desek bu gışavadır. Absardır lan bağı demek. Ama sem'da sem'e matuf emas mı? Ma'xudda yeni başlardan başlandı. Demek anlaş ve hakikatini bilish nimalarga pechat urilib ketgandi, pechat urilib qolgandi samaga. Hamda basarga bo'ldi desa, pardalangan degandek. Nima uchun bu asmaga g'ishava yo'q deymiz? Asli va ala sam'ihim va ala absarihim g'ishava desakmi qo'lishdiq bunda tushdi. Nima uchun desa, bu oyatda bunda degan. Ve khatama ala sem'ihi ve kalbihi ve ceala ala basari gışava. Hada tefsiril Kur'an bil Kur'an. Ma ayette mana khatama ala sem'ihi ve kalbihi de bir divette. Khatm degan ma ishki keldi. Endi basar nisbatan gışava kelganki, yadımı sem'in de bir to'xtaysiz degan. Şu ayada khatamallahu ala qulubihim deb to'xtasan bo'lmaydi. Ve ala sem'ihim deb to'xtatsa, andin ve ala absarihim deb boshlaysan. Adetli toxtamayımız var mı? الوصل أولى ختم على السمع والقلب. في القلب والسمع. أما الغشاوة في البصر فقط. كما في الآية الأخرى السمع والقلب كان فيما يتعلق بالختم. يعني في الأولى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. بس الختم توقف هنا. وعلى أبصارهم جملة استئنافية. فالغشاوة للبصر فقط. ولوقفهم على سمعهم دون قلوبهم. demek mi ya da ala sem'ihim deb to'xtaydi. Ama khatamallohu ala qulubihim deb to'xtamaysiz. Wa nasabal mufdilu wahdahu ghishawatan بإدمار جعل. المفضل ومن تلاميذ عاصم كما نقول حفص عن عاصم من مشاهير القراء. يعني عاصم كان له تلميذ اسمه حفص وكان له تلميذ اسمه مفضل. فمفضل هذا الإمام كان يقرأ غشاوة بالنصب وعلى أبصارهم غشاوة. غشاوة demek وعلى أبصارهم غشاوة يعني جعل وجعل على أبصارهم غشاوة يجعله مفعولا تقدير يقول كان جعل بإدمار جعل وتكرير الجار في قوله وعلى يعني على ده كالدغة تكرار ده مش عارف جرنا تكرار ده دليل على شدة الختم في الموضعين أشكو ورندا قط في شكل قال لكم بلدردوري. قال الشيخ أبو منصور
Ebu Mansur Maturidi. İmam el-Maturidi ya. Ebu Mansur el-Maturidi rahimahullah, yani huwa lahu kitab ismuhu Tevilat Ehl-i Sünnet. Tevhid de bir kitap var. أبو منصور الماتريدي الكافر لما لم يسمع قول الحق ولم ينظر في نفسه ولم يسمع قول الحق، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم إلى الحق وهو لم يسمع ولم ينظر في نفسه، يعني ولم يتفكر، وفي غيره من المخلوقين لم يتفكر في نفسه وفي مخلوقين ليرى آثار الحدوث tanışada حدث مسبب hadise boğalı yanından yaratılganlıkның iznasını küreş üçün tefekkür kılmadı bu. Özüge nazar taşlamadı, başkalarına mı nazar taşlamadı değil. Feyalamu en la budda min sani'in. Eğer şunda qaragan bolsa, nazar qilgan bolsa nimani bildi? Yaratquchi barkan deb tunitdi. Yaratquchi barkan deb tunish uchun bu qaramadi, nazar solmadi. Ju'ila ka'anna ala basarihi ve sam'ihi ghishawa. Demek bu nazar tashlab akıl idraki, gözüne ve şu anlaş duygusunu işletmeyendikken bu xuddi qanda kişide qildi, xuddi hamma narsa qaplanib ketgan, tuvaqlanib ketgan, pechatlanib ketgan odamga o'xshash qilindi deydi. Ka'anna ala basari ghishawa ve sam'ihi ghishawa ve in lam yakun zalika haqiqatan. Yani haqiqatda unda qaplangan, pechatlangan bir nima yo'galgan bunda bo'lmasmi? Xuddi bu yo'galgandek anda qaraldi deydi. Anda qadlanib ketdi, sifatlandi deydi. Hakikaten niye biz görmeyendek mi? Ya hakikaten de onun resmi gözden aldığı ya közenek takvamıdı mesela. Ya adeta lastik asılvamıdı. İşte ama ameliyatı bir perde yok ki göz emdi. İşte karsak şu gözünün yeğe karısı önde turdu. Bunun bir perde yok. Lekin perde olmasa mı xuddi bu gözü kaççıda kapkara latın çiğilip lama hiç nimi kömey turvağın okşaş qaraldı deydi. Çünkü bu nazar qılmagan ekan. Yani o anlaş, köreş bunun da paylanmagan ekan. Şu azanı to'g'ri ishlatmagan ekan, xuddi u narsa peshat urilib ketgandek qaraldi deydi. Ve hada dalil anduma İmam Mesife'nin sözü ma va aytugida. Ala anna al-asma' indahu dakhilatun fi hukm at-taghshiya. Demek İmam Ebu Mansur'un Maturidi ve ala sam'ihim ve ala absarihim ghishawa deb mında ikkisini jiblab turib ghishawa sam'adimon bunun ba'da mında o'ylab chiqgan deydi. Xuddi quloq anda qaplaqliq deydi. Quloqmi qaplaqliq. والآية حجة لنا على المعتزلة في الأصلح منه يجب على الله فعل الأصلح لعبده diyen karış var o mu'tezilenin. Demek bir yerde adır anda kılvetti diyen bu aslı onda kılmasa bu iman etip alsa fayda oldu bu faydası var işte kısmı Allah Teala diyenken ha ona peçet urbattı mı urbattı. Onda Allah Teala bize fi'l aslah kıldı mı kılmadı mı kılmadı diyenken ha onda siz ma karşının hatalıkını tonalayan deyimiz dedi mu'tezile. Mu'tezile qarta bizge delil mi abi? Allah Teala peçet urbattı. Peçet umay uç koyatken bolsa bu iman etse faydalıktır ama Allah Teala bendeki faydalı işini kılış gerekli dep turuptu mu'tezile. Ben ya faydalı işini kılmadı. Ondan ki siz ma karşınız qarta mı ya delil var bizge. Yani fa'alun lima yurid. Ama fe innehu akhbara ennehu khatama ala kulubihim. Demek Allah Teala müşahede şu kafirnin kalbiga peçet urvatganligini xabar qilyotgan. Ve la şekke enne terkel hatma aslah lahum. Peçet urmagan bo'lsa yaxshiroq qildi-ku nisbatan. Demek terkel aslah lahum ve lahum azabun azim. Ve lahum azabun azim. El azab degan nima? Misl nikal. An-nikala azab nikal. Faal veznle. Binaen ve ma'nen. Yani ma'nesi okşaş, veznime okşaş demekçi. Azab numarası nekal. Yani azap. Nekalen min Allah edip bağwa. لأنك تقول أعذب عن الشيء إذا أمسك عنه. أعذب عن الشيء diyen ondan toxtuvaldı, turvaldı diyende. Kema taqul nekal anhu. Onu qılmay nikal qılıvaldı diyenden nima? Xuddi qasam qiyğılı unmay turvaldı diyende. Ha? Nekal anil yemin deymiz go. Qasam qılmay turvaldı diyende. Vel farqu beynel azim vel kebir. Lahum azabun azim dedi. Azim bilen kebirnin farkı varsa el azim yuqabilul hakir. Azimninki qarım qarış sözü nima? Hakir. Bak tuvan past degan narsa. Past. Ko'zga ilinmaydigan narsa degan bo'ldi. Ulug' degan yo'g'on bilinadigan narsa. Vel kebiru yuqabil sag'ir. Lekin kebir degan kichikka qarım qarış chiqadi. Fakanal azima fawqa kebir. Xuddi azim degan kebirning ustida bunda demak. Bu qad eng tuvanni nimasi hakir. Bunun degan sag'ir. Bunun degan kebir, bunun degan azim. O çoğun küçük adamdan hamlesi demek. Ya bu da yok olan azap yok onunla. Bek yoğandım mı uluğrak
cho'ngroq azob bor degan. En küçük hakir, analakin sagir, analakin kabir, O'ziga azim. Wa yusta'malani fil juthathi wal ahdathi jami'a. İşte ahdath wal ahdath qo'yganlar. Muhaqqiqning o'sha nimalari to'liq xato chiqyapti. Juthath degan, ya'ni jismi, Juthath degan jismi degan bo'ldi, badan. Ya'ni Ceset degan ma'nosi. shu jismi degan bo'lish. Jasad degan shu jismi, insonning Uyg'urchasiga ceset emas. shu jasad. Shu jasad degan shu ya shu insonninki jismandir. Ruh cheketgan ceset qoldi. İnsanın cismi qaldi degan gap. Vel ahdath jamiyaniga ahdath degan balki o'liqa yangidan paydo bo'lgan holati ishlatildi dedi. Xuddi moddiy ma'naviy narsalar ishlatildi degandek, ha? demekçi. Azim bilan kabirni qo'ydir. Adir bu azim degan so'zni. Taqul rajulun azim, masalan, bu rajulun azim dedi shunama va kabir. Bu ikki so'z azim va kabir degan so'z ikkalisi maddiy cho'ngliqni bildiradigan, ma'naviy cho'ngliqni bildiradigan ikkiga ishlatildi dedi. Rajulun azim degan balki uning jismi kichik bo'lishi mumkin, lekin uning ilmi yoki boshqa ulug'liq tarafi bor demak. Kabir degan shu cho'ng bir odam, cho'ng bir mas'ul degan boshliq bo'lishi mumkin, lekin jismi cho'ng bo'lishi mumkin. Yo'q bir odam. Mesela rajulun azim va kabir desang turidu jussatahu aw khatarahu. Belki onun cismi yo'g'am deyishim mumkin yoki uningki xatiri, uning qo'lida huquq cho'ng masalan, qo'ldan cho'ng ishlikildigan deganni bildirishim mumkin deydi. Va ma'na tankir ghishavatun degan nakira keltida, nima uchun nakira keltida? Anna ala absarihim naw'an min at-taghtiya. Bu sen buni tushunib bo'lmaysiz bu taghtiya. Shunda bir qaplash baki u yerda. Odatda siz uni uqmaysizlar demaysiz. G'ayr ma yata'rifun nas. وهو غطاء التعامي عن آيات الله. Bu gıta nimasi? Ama biz faraz qilib baksak, bu Allah Taala'nın haq Allah ekanligini bildiradigan aniq delil, faktlarni ko'mas bo'linish tuqiydi, pardasi. Ta'ami degan ko'mas bo'lish, ama bo'lgandek. ولهم من بين الآلام العظام نوع عظيم من العذاب لا يعلم كنهه إلا الله تعالى. عذاب مو هذا؟ عذاب عظيم نكره كده. Biyad da litta'zim dedim yani. Et-tenkir litta'zim. Yani buğuluğu şunda bir azap baki, bunun hakikati bu qanchalik azaplıqını Allah'ın bildi, hiç kim bilmeydi. Kunhahu yani hakikatahu. Şuna bu nekire geldi yani. Siz bilmeysiniz onu. Allah bildi. Bu beklam igr azap bu. Ve ala absarim ghishavatun yani birrafi khabaran ve mubtada'dır. Ve ala absarim khabar ve ghishavatun mubtada olanda. Ghishavatun ala absarihim dendi. Ya ki ala absarihim mubtada muhabardır. Ya ki haber mukaddem mubtada muakhirdir. Ve minen nas men yaqulu amanna billahi ve bil yevmil ahir. Endi yandan bir söz başlanmış ama iftataha subhanahu ve taala bi zikrillezina akhlasu dinahum lillah. Allah Taala suradan 5'de muttaqin nisbetligen çağda sap ihlas bilen pak diyanetlik bolganlarni sifatladi şunama. Başta şunu bilan başladı. Ve wata'at fihi qulubuhum alsinatum. Bularning dili bilan tili ikkisi dal o'xshash bo'lgan, muvofiq kelgan, mos kelganlar. Wata'at degan chipislashgan degan bo'ldi. Ya'ni mos kelgan, chipislashgan, shunda mu'minlarni sifatlab boshladi surani. Xuddi bu dassa, putulan dassalgan joy qanday chipislashida birlik kelgan desanım bo'ldi. Wata'at fi qulubuhum alsinatan. Summa sanna bil kafirina quluban va alsinatan. Anning kafirlarning ikkinchi qatimda kafirlarning gapini qildi shunama. Bu kafirlar qanday? Hem dili jihatdan, hem til jihatdan tanğanlı bular. Uçuq ha. Demak, bu yerda ikki jihatdanmi kafir. İzhar qilishdimi, tilida izhar qilishdimi kafir. Bularning sifatini bayon qildi. Summa thallata, 3-qatimda munofiqlardan gap qildi dedi. Ellezina amanu bi afwahihim. Bu munofiqlar qanday kishilar? Ig'izlarda iymon etgan, qalblarida iymon etmagan. وهم أخبث الكفرة كافرنا يمنمش مشلا لأنهم خلطوا بالكفر استهزاء وخداعا çünkü bular İslam dinini Resulullah müminlerini mesxire qilib hem bunu qo'llab unda aralashib ketganlar edi. Endi aralashsa qanday qildi u bir tarafdan qancha sirqi ko'rinishda musulmonday qo'llablar musulmonning ichiga chirib oldi bular. Emniyati tegdichu kafirlar. Valida nazala fihim shunga bu asli xalatu bil kufr degan
Asli bu yerda mu'minlar bilan aralashib olgan, ish kechirib olgan desak bo'ldi. Bu yerda bunday ibora keltiribdi. Asli bu mu'minlarning ish kechirib olgan. Nima uchun desa, mu'minlarni go'llaymiz deb. Xuddi men mu'min deb birga namoz o'qib, birga ish kechirib, ham yana ondan o'qisa masxara qilgandek. Vakfuru akhirahu dedi-ku. Atganda ular qazim men mu'min deb g'atchi kesh tarafda. Men shuni deb qo'ygandan bayatdan deb buni masxara qilib, men musulmon emas deb bunda qilish jihatdan xuddi mu'minlarning arasida tushirib olgan. Valida nazar fihim şuna ularning haqida mush oyat tushgan. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya buning qilmishi ig'ir bo'lganlikdan, shu eng tuvan, eng yomon yerda azoblandi bu munofiq. Va qala mujahid. Mujahid bunda debdi. Mush nimani tahlil qilib, tafsir qilib bunda deb. Arba ayatin min awwal surati fi na'til mu'minin. Mu'minlarning sifatida mush suraning 5ida 4 oyat keldi. Sanasanganda 4 chiqdi. İnnellezine keferu geçe 4 ayet. Müminlerin sıfatları muttaqinin sıfatı. Ve ayeten fi zikril kafirin. İnnellezine keferu'dan ve min nas geçe 2 ayet. Bu kafirlerin sıfatı. Ve 13 ayet fil munafiqin. Anda 13 ayet ve minen nas'ın tatip sanısan 13 ayet münafıklar hakkında kelgan. Kafirde 2 ayet, münafık 13 deganligi münafıqning ishi ig'ir. Bunda uzun to'xtalmasak, mana bundan tushunib olmay qolsa, buni haqiqatan bunda gitchimacha degandek. Kafirde 2 ayetlarla bu bunda adamlarning masalan hal qilyapti. Ki münafıqlar 13 oyat ustida to'xtaldi. Na'a alayhim fiha degan, aşı fiha degan aşı 13 oyatda na'a alayhim yani ularni ichib tashladi, pash qilyapti. O'ttirg'i chiqadi degan bo'ldi. Demak 13 oyatda munofiqning abdi bashirisini ichib rasvo qilyapti Alloh taolo. Nukrahum degan ularning yomon qilmish jinoyatlari. Ya'ni munkar ish izlari degan gap. Laqad ji'ta shay'an nukra. Bak yomon ig'ir jinoyatdan bizni qilib soldingizmi? Bunda qilyapting yani. Va khubsahum ularning paskashlik yoki yilik mikirligi, nacharligi. Va safahahum va ularning dudlikini hammani ichib tashladi deydi. Yana qanday qildi? Vastajhalahum deydi. Istajhala degan xuddi ularni jahil, nadon deb hisoblatgan. Unda da baholdi deydi. Jahil deb qaradi, jahil deb baholatdi deydi. Sefahani kelimi masdar. Wa safahahum masdar. Yoki wa safahahum desang bo'ldi. Mesela nukrahum masdar tuğu cinayeti qilmishi. Va khubsahum. Ani wa safahum deb manda fe'ldan safahahum desang bo'ldi. Lekin safahahum desek ularning dudlikini pash qildi. Vastajhalahum ularni nadon, jahil, bilmas, aqarni taqatmas deb baholatdi. Vastahza bihim va ularni masxir qildi. Va tahakkama bi fi'lihim ularning qilmishlarini zan qildi degan, tahakkama degan. Bunda qildi amaliyotda biz Allohni go'llayman deydi ama nima ish qiladimi? Go'llayman deydi deb tushunama. Bu tahakkum. Lekin Alloh taolo go'llamdi unga. Mümkün emas. Vasajjala bi tughyanihim va umhihim. Tughyan degan chigida ishib ketish. Yaman asilik qilish. Shuni rasmiy engal dedi. Sajjala degan mishada engelyapti. Yezyapti. Yani Qur'on Karimda hozir rasmiy tumi deb tayyorlayapti bo'lgan. Shuni qilmishlarim. Demak mesela sajjala rasmiy tasdiq qilyapti. O'chmaydi. Mana qilmishlari, sifatlari shu tumir deb tayyorlayapti. Va umhihim Amrından aşı azgınlıkı, tengirkişi, gangirişi, dalala degan ma'no bo'ldi. Shundan endi azgınlıklarını, tengirkiş, gangirişlerini resmi endi elbette. Ve da'ahum summan bukman umya. Ve ularni gaz-gacha qarg'u deb ayında sifatlab chaqirdi. Ve daraba lahum amsal ash-shani'a. Ularga kabih o'xshatishlarni, misollarni berdi. Kamatali deb başladığı. Endi ma gap tugadi. Ve qissatul munafiqina an akhiriha ma'tufa ala qissatil ladina kafaru. Munafiqning vaqaligi sifatlari kafirning sifatlariga atf qilyapti dedi. Ve minan nas dedi. Ve ular atf qildi. Xuddi bu ikkisi bir guruhdek. Yaqinchilik bo'lgan ikkisining. Bu kafir ma'mi kafir. Lekin ma'o sirqiy ko'rinishda va musulmon deb turoldigaroq kafir. Kama tu'tatul jumla al-jumla xuddi bir jumlaga atf qilgandek anda atf qilinib ketdi dedi. Va aslu nasin unasun. Bu bir qadar o'tdi-ku bizda. Iloh degan so'zni qilgan chaqda asli nasnamisi unasda. Shu an-nas deb hamzani tashlab etib alif lamni kirib lam an-nas qilyapti deganda. Yani takrorladi. Nas degan so'zning asli tegidek nima unas. Hudifat hamzatuhu takhfifan. Hamzani unas degan u degan hamzani tashlab etdik. Nas bo'ldi. Birlik bo'ldi. Nas degan ko'plik. Birlik inson bo'lishi mumkin.
Söz özü birlik ama köpçük ma'ni. Ha, mesela kavm degandek ha. Hudifat hamzatuhu takhfifan. Demak bu yerda unas deb sal tasib unas deb. O'tan degandek. Hataytınlıqa nima qilamiz va? Xotinning kiriya tarafda o deganni u deb chiqardi. O'tan degan utan. Bu bak ig'irkildan o'tilgan. Biz shuni o'n tashlab arabchadan g'achni qana qildik? Nas. U deganda nas deyapti. Xuddi malaqa Urdunni Uyg'urcha atsa Urdan. Nima uchun baka o'zini qishlab nima uchun darasan? Urdaniya degan, Urdun degan, Urdaniya. Xuddi sharqi Urdaniya degandek. Urdunninki shu nimasi ism Uyg'ur tili ma'lum bir tilga kirmiş tillar bo'lishundan olgan bo'lsa shu. Ha, masalan Bruno'ga George'ni tarjima qilsa 80-yillarda George dedi. George'si bo'ldi emasmi uni? Mesela unasdagi biz alifni tashib yotib, aqlni yo'q qilgan gaplar asos bor gapmi yoki o'zimdan tahrif chiqargan gapmi? Asosi bor. Hozir mana asos chiqdi. Qarab turinglar. Va harfuha ma lam at-ta'rif kal lazim la yakadu yuqal al-unas. Demak, lam at-ta'rif kirsa al kirib qolsa bu hamza xuddi davomli bunda tashlim qildigandek lam yo'qlab ketadi, tushib ketadi deydi. Shuna la yakadu yuqal al-unas degan gap asosan unda deyilmaydi deydi. Al-unas demaymiz. Al kelgandan lam hamzani tashlab o'tib an-nas deymiz deydi. Va yashhad li aslihi inson. Mana mushu so'zlar uning tigida mushunda ekanligini bildirdi deydi. Mesela insanun va unasin va anasiya va insun. Mesela anasiya deb Qur'on Karimda keldi-ku. İnsun va la jan deb insun deganmi keldi? İnsan deb keldi. Ya ayyuhal insan. Bunda kelganligi buning asli shunda unas alif hamzaning baliqiga guvohlik beradi deydi. Va summu bidalika li zuhurihim. Ma intan feyzga. İnsanı biz bazıda mesela bu unutqa qo'g'anlikdan inson atalgan nisyandan chiqqan deb qo'ymizgan. Bu asli tigini surish qiladi. Bu arab tilida zodi har qanday ism zodi bir ashunda tigi bilan bir tip so'zga taqilishi aniqamdi. Demak bu nasiyadan chiqdimi ya unas degandan chiqdimi, inson degandan chiqdimi? Va summu bidalika li zuhurihim. Aniq ko'z ko'rindigan, musho o'ttirg'i chiqib turadigan bo'g'achqa bu inson deb atalgan. Lekin jincho maxfiy. Jin ko'z ko'ramagan bo'lsa bu maxfiy narsa, jannar degan ha, mastur degan, yo'g'ilgan. Lekin inson degan sirtga chiqib, ochiq tashqari yuradigan bo'lgan ekan, bu inson deb atalgan deydi. Va annahum yunasuna ay yubsarun. Yunas degan o'shada ko'riladi degan gap. Ya'ni ular muannasadan desak, bu to'g'ri chiqadimi? Asli muannasa shu anda ko'z ko'rangan ekan. Oldinlari bir inson ko'rib turib, unda otasini ko'ngli xotirjam, yolg'izlik his qilmay, mungdishib, ham suhbatlab ülpetlişip oturalım. Lekin ko'z ko'rmaslar, ya'ni yolg'izlik his qilgan gap. Demak, mishada inson degan so'z ko'z ko'rinadigan narsa bo'lgan ekan. Ondan ülpetlishadigan narsa bo'lgan ekan, inson deb atalgan. Kama summiyal jinnu lijtinanihim. Jin nima uchun jin deb atalgan? Bu ko'z ko'rinmaydigan bo'lganlik uchun deydi. Ijtinan istitar, ha? Masalan, janin degan so'z nimani bildirdi? Janin. Qo'saqdagi to'ralma yoki bala. Bu nima uchun janin desa, qo'saqning ichida bu baliyat qilgan qo'saqning tirilari nima bilan yo'g'ilib ketgan, ko'z ko'rinmaydigan narsa bo'lgan ekan, bu janin deb atalgan. Shu jinan deganchi jinan degan nima? Janan. Qalb degan bo'ldi. Tasdiqum bil janan dedi-ku. Tasdiqum bil janan, iqrorum bilsam va tasdiqum bil janan. Janan degan bu odamning ko'krikining ichida yo'g'ilib ketgan narsa bo'lgan ekan, shunga janan deb atalgan. Unda emas demoqchiman. U to'g'ri to'xtalmadi. Xuddi bu ojizga o'xshash. Adat ko'p deyildi. Shu mijan degan qalqonni mijan deydi. Nima uchun? Silni o'qdan to'sadigan narsa. To'sadigan mijan. La qat'a illa fi thamanil mijan. Ama qo'l shu bir qalqonning qimmati bir narsa o'g'ilsa kesilibdi degan gap bor. Hadis yoki asar. Rasulullohning davrida bir qalqon qimmatida bir narsa o'g'ilsa qo'lni kesdi. Qalqon qimmati qancha desa 10 dirham, rubuy dinar fasaidan. Dirham degan kumush pulmi? Tenge. Dinar degan tilla, oltin. Va vazn nasin fual. Nasning vazni nima esa fual deymiz. Chunki aslida bu yerda nima? U nasda
Biz asli bo'yicha deymiz. Miyadamda asli emizni qo'ysak endi u narsa bo'ldi. Asli shunda bo'lganlik uchun biz faol deymiz. Lianna zina alal usul. Chunki bir narsaning bir so'zning vaznini sen demoqchi bo'lsang, asli tigdiki bo'yicha qoida bo'yicha deysan. Asli bitta u narsa degan faol bo'ldi. Fa innaka taqulu vazni qi if'al. Mesela qi deganda vazni nimasi? Baqoyaqida qi fi'l amr. Bu if'al vaznida deb qo'ysa. Aslida if'al ma'nosida bu. Nima? Va laysa ma'aka illa al-ayn. Amaliyotda vaqa degan so'zning fa'aladagi aynning udulda keladigan ash harf bilan bak. Qaf harfi bilan oldinda bor. Lekin asli tigi bu if'al degan nimada bo'lganlikdan buning vazni if'al deyiladi. Va huwa min asma'il jam'. Unas degan so'z an-nas mishada ismi jam' ekan. Va la mut-ta'rif fihi al-jins. An-nas degandagi alif lam mishada jinsni belgilaydi. Va man yaqulu degan mana mavsufa. Man adir mavsuf. Endi sifat shu manning sifatlari yaqul degan. Manda deydigan munda adamlar bor demoqchi. Sifa laha ka annahu qila va minan nasi nasun yaquluna kada. Kishilarning ishida, insonlarning ishida munda deydigan insonlar bor emasmi? Va innama khassul iman billahi va bil yawmil akhir. Va huwa al-vaqt alladhi la hadda lahu. Bu yerda amanna billahi va bil yawmil akhir bu ikki narsaga iymon etgandan xas qildim edi, shunami? Ashulamda mush ikkinlam deydi. Endi yawmil akhir degan nima esa u cheki yo'q bir kun deydi. Vaqt yawmil akhir. Keyingi kun dedik-da. Oxirgi kun desak, oxirat desak, bu oyig'amda xolidina fiha uning oyig'i tugmas bir davomlashiga vaqt demakchi. Va huval abadud daim alladhi la yanqati oyig'i uzilib qolmaydigan, davomlashadigan abadni bildirdi deydi. Li ta'khurihi anil awqatil munqadiya, chunki bu o'tib ketgan vaqtdan keyin keladigan bo'lg'achqa, shu oxir deb sifatlangan deydi. Avval vaqtil ma'hud minan nushur. Yoki bu ash uzun butun tugmaydigan vaqt emas, shuning ichidagi ma'lum bir orliqni bildirishi mumkin deydi. Bu ma'hud degan yawmul akhir degan bizlarga hisob kitob bo'ldigan, masharga toplanadigan, siratdan o'tadigan, jannat do'zax chiqadigan shu orliqni bildirishi mumkin deydi. Nushur degan shu qabrdan qo'pib tirilishimiz. Ila an yadkhula ahl jannat al jannat. Taki jannat al jannatga do'zax al do'zax chiqishga qadar bo'lgan orliq ko'z tutgan bo'lishi mumkin deydi. لأنهم أوهموا في هذا المقام أنهم أحاطوا بجانبي الإيمان أوله وآخره. خد بولان ده مش هذا خطأ خيال قلد بولان. يعني خطأ خيال قلدو ده. خطأ oylandı ده. Yani golledi demek ya. Xuddi bular, voy biz aş imanning butun u tarafdan bu tarafga hammani o'zlashtirib bo'ldik hozirda bizni gollayotgandek. Yani amanna billahi va bil yawmil akhir. Biz hamma iymonni aytib bo'ldik, biz hech qanday chataq qolmadi hamda deb turib oldi deydi. Demak, ayada ma li'annahumning beshinada innama khassu al-iman billahi va bil yawmil akhir. Ular Allohga va oxirat kuniga deb bu ikki narsani dedilar. Bu ikki narsaga ishondik deb turoldi, boshqa narsani demadi. Asrat ve mizan mesela başka cek nasıl demedi. Muş ikkilan tadbirli ennahum muş orunda bula biz aşo Allah ve ahiret günüge biz işendik deb turib oldu. Aynda alaka bizni gollamak sen dedi. Aslı muş ikisi hem imanninki aşo asli tegi şu dedi. Anısı dedi imanның anısı muş. Ve hada lianna hasil mesail i'tiqadi yercu ila mesail mabda. Çünkü i'tiqadi meselelerinin hemmisi nimege qarab berip takılıdı o. Muş başlanış meselesi. Yani nereden yaratılgan, Allah yaratmış kim, ahiret degan. Ve ilmu bis sani ve sıfat demek yaratmışını tunup yetiştikten başlandı dedi. Ve esmaihi ve mesail ma'ad andın biz ne görüp bardıgan cayimez mesela. Ne kaytırılmaz. Şu meseleler görüp takıldı. Ve ilmu bin nushur vel ba'th min el kubur ve sırat vel mizan ve sair ahval ahiret. Demek bu yada iki narsa görüp takıldı. Allah'a iman etiş çünkü Allah Teala dastlab yaratgan paydo qilgan. Hamda bu inson yaratilgan ekan dunyoda bir ishni qilib bo'lgan nega berib qaytadi, qabrdan qopidi, tirilib andan siratdan o'tadi, mezon silindi ishizlari. Andan jannat va do'zax shurda. Demak mush ikki berib taqildi. Va fi takrir ba isharatun ila annahum idda'u kull wahidin min al-imanayn ala sifat as-sihhati wal istihkam. And bana billah ve bil yevmil ahirde çıkartan bəribini əkeldi. Ya tekrarlaşda bu her birini to'liq pishiq o'zlashtirib bo'lgandek ta'kidlashni bildirdi. Ve innama tabaqa qawluhu ve ma hum bimu'minin. Amda ve ma hum bimu'minin degan so'zi udul keldi deydi. Nima udul keldi? Bil mu'minin degan
وهو في ذكر شأن الفاعل للفعل لأن المراد إنكار ما ادعوه ونفيه على أبلغ وجه وآكد يعني وما هم بمؤمنين يعني مؤمنين إيمان لن أدر udulkildiğo tıbak varmışad. Bunda keldi dedi. Emniyette bu müminin diyen söz fail qartılgan söz. Nama iman etiş qartılmadı failini köz tutatulardır. Ama amennâ billahi ve bil yevmil ahir diyen bizim iman ettik dep yani fiilini de tutu. Nama failini gibi yok. Yani biz manda toktamadı biz manda iman ettik dedi. Lennel murad emniyette ve ma hum bi müminin dep ekilişteki maksat inkar medda'uhu ve nefyu ala ablagh vechin ve akid. En mükemmel en qattiq şekilde bu dava qilgan o'zini mu'min deb da'vo qilgan narsani nafiy qilib o'tish maqsad. Va huwa ikhroj zawatihim min an takuna ta'ifa min al-mu'minin. Demak, sizlar u mu'minlarning ishidan emas da mu'minlarning ishidan sirqib cho'ratdi. Ner chiqsa buning qatoridan emas sen demak. Va nahu qawli ta'ala yuriduna yakhruju minan nar va ma hum bikharijin minha. Esasla va la yakhrujun minha desin bultuğa. Yani yuridu ay yakhruju olgan ekan, la yakhrujun desin bultu. Peki va ma hum bikharijin minha degan bu chiqdiganlarning jumlasida emas bular. Fa va ablagh min qawlika va ma yakhrujun minha. Va ma yakhrujun chiqmaydi deganingdan chiqdiganlardan emas deyversa, bakrak balag'atlik deydi. Va atlaqal imana fi thani ba'da taqidi fil awwal. Mesela amanna billahi ve bil yevmil ahirdan yani iman az ikki narsaga bog'landi. Allohga iymon keltirish bilan bog'landi, oxirat kuniga iymon keltirish bilan bog'landi. Ama iman muqayyad. Lekin oxiratcha bi mu'minin degan o bi mu'minina billah, bi mu'minina bil yevmil ahir demadi. Mutlaq qilibdi. لأنه نمشانسا يحتمل أن يراد التقييد بلكي ما إشكين بمؤمنين يعني تقييد نما قياب زاد مؤمن أمسو اللهم إيمان كذا آخر كماس پیغمبر كماس هيش نما إيمان كتو مقالادن ديش ممكن لدلالة المذكور عليه بيان تقييد كمدا الجريكسي شون دلالة قيغالق شون ديد معنى ويحتمل أن يراد نفي أصل الإيمان من بايتنا جندك وهيش نما زاد إيمان ديان ناس فقط yok bulda Allah'a iman keltirishim yo'q, oxiratga iman keltirishim yo'q, payg'ambarga, kitobga, malaikaga iman keltirishim hech nima yo'q demoqchi bo'lishi mumkin. Va fi dimnihi nafil mazkur avvalan. Albatta buning ichida iman billahi val yawmil oxirning umi yo'q demoqchi aslida. Umi yo'q, undan boshqa iman yo'q demoqchi. Val ayatu tanfi qawl al karramiyya. Bu karramiyya degan Muhammad ibn Karram as-Sajistani degan bir kishining ismiga mansub qilinib karramiyya deb ataladi. Bular Allah Taola'nın mesela tecsim kıldıgan, anne murcialik akidesi var. Günah kılsam mı, ağzına, bunda da koyup, bunda işini kılıversem mi Allah Taala azaplımaydı, çok mesleği değil. Bunda bir çatak karışları var mı da? Buzuk bir pırka. Demek mi adam da kerramiyege karta bizim ya delil var dedi. Onun delilini bitişik kılıyordu da. İnnel iman vel ikrar bil lisan la gayr. Bu kerramiyenin dedikken iman degen tilingda iqrar qo'ysang bo'ldi, u boshqa narsa emas dedi. Bizning va o'tganda bayon qilgan qarashimizda iman tasdiqun bil qalb va iqrarun bil lisan dedi. Yani bir qarashda tasdiqun bil qalb va iqrarun bil lisan va amalun bil arkan. Amalni qatadi. Demak, Mavla bu amalni qatqanni mu emas. Amalni qatmay tasdiq bilan iqrar degandim emas. Başka bir taifa. Tilingda deb qo'ysam shu bo'ldi dedi. Li'annahu nafa'anhum ismul iman ma'a wujudil iqrar minhum. Demak bizga qanday dalil bo'ldi? Agar karramiyatchi bo'lsa, nima bo'lmasdi? Amanna billahi va bil yawmil oxir. Tilda iymon etgan bo'ldi. O'sha mu'min o'z bo'ldi. Alloh taolo va ma hum bi mu'minin dedi. Yani o tilda desimi mu'min emas o. Yani sen tildilam deb qo'yib bo'ldi degan gap uni ko'tar. Mu'min bo'lmaydi. Tasdiq bo'lish kerak. Va tu'ayyidu qawla ahli sunnati innahu iqrarun bil lisan va tasdiqun bil jinan. Dilidimi ishinib, andin tilda iqrar qilsa, andin hisob bo'ldigan iymon shu demak. Mushuna kuchlantirdim oyat. Va dakhalatil ba'u fi khabari ma muakkidatan lin-naf. Va ma degandan keyin mu'mininning oldiga barib ichidi. Va ma hum bi mu'minin. Bu ta'kidni bildirdi. لأنه يستدل به السامع على الجحد. Muşuna anladım. Ve ma hum diyenini anlamaya kaptı mesela. Ve ma diyenini anlamaya kaptı. Hum bi mu'minin diyenini anlasın mı? Emesken de lam şundu dedi. Ma diyenini anlamaya kalkan bu olsun. Çünkü bär bir çiğendeki lam acı mu'min emeslikini közlüdü de. Nefillikini bildirdi. Kimdi demek istiyor? Taklit etti o. İza gafala an evvel kelam. Demek ve ma diyen sözünü anlamaya kalır. Hum bi mu'minin anlamaya kaptı. Anlasın ula mu'min emas deganni tushundu deydi. Demak bu ta'kid etiladi. Va man muvahhadul lafzi. Man degan hozir bir kishini bildirgandagi, bir kishiga qaratilgan lafzga o'xshash deydi. Falida qila yaqul. Man yaqul dedi. Man yaquluna dedi.
Bu dünyada hazır bir kişini bildirdiğin lafz degandek. Amaliyatı bu köp cemaatni bildirishi mumkin. Ama şuna alaka bir hadiste innalloh yab'asu ala ra'si kulli mi'asana men yujaddid la emri diniha deb keldi o. Men yujaddid deganda ba'zi olimlar bu bir adam bo'lmasa-mu jamoat bo'lishi mumkin. Men degan jamoatni bildirdi deydi. Mishada men hozir bir shaxsni bildirdi demoqchi. Shunga yaqul dedi. Men deganki yaqul dedi bir. Va jamaa va ma hum bi mu'minin. Lekin ayg'ida va ma hum bi mu'minin deb mu'minin deb ko'plik ekeldi shunama. Ve bunun ma'nisiga qarab turib, deydiganlar ayında bir-birlab ayında desa bu guruhlashsin bo'ldi. Mu'minin emas bo'ldi. Bir guruh mu'min emas qatoridan. Vallohu a'lam.